fohisha deydimi, uyatsiz deydimi, kim deydi endi shuni? O'shnaqa bitta yomonga ilakishib qolib, umuman oila, xotin, bola chaqasini tashab qo'yib, umuman qaramayotgan. Kerak bo'lsa kelib boshqa uyda xotini yotgan uydan boshqa uyda yotib, faqat uy gostinitsa kirdi chiqdi uchun xolos. Shunda erkaklar soni ko'payib qoldi, ko'zni ochib qo'yaylik chetdagi akalar, ukalar, amakilar, tog'alar, opoqlar, dadalar. Sen nazorat qilib qo'yaylik yoshlarimiz, ayniqsa yosh oilalar. Mayga kelib dod deyapti kelin. Iltimos meni aytmang, umuman aytmang. Shuna holat bo'lyapti. Nima qilay? Yashaymi, yashamaymi? Ketaymi? Bolam bor, borsam onam davleniyasi bor, o'lib qoladi deyapti. Qa bor edi deyapti. O'shna ayolni taqdiri nima bo'ladi deb o'ylang. Qaqa borsin u. Xudo o'z saqlasin, o'ziga bir narsa qilib qo'ysa-chi. Kim bu bilan ishi bo'ladi? O'g'lini uylab qo'yib, kelini bilan ishi bo'lmayotgan qaynatalar eshitib olinglar. Keliningizni qovog'i solig'imi, ko'zida yoshmi?